Allo, assalomu alaykum. Allo. Allo, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Aslanjon ukajonim o'zingizmisiz? Ha? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Tanajoningiz omonmi? Bezovta qilmadimi sizni ukajon? Yo'q. Rahmat. Ayni damda biz sizga quvonch shodliklarni, xush kayfiyatni tilagan holda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Shu loyihani boshlovchisi bo'laman. Avvalambor kirib kelayotgan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan sizni chin dildan loyihamiz nomidan tabriklaymiz. Ilohim yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yurishingizga tilakdoshmiz ukajon. Rahmat. Minnatdormiz. Mana shunday go'zal kunlar munosabati bilan bugun bizning loyihamizga siz uchun atalgan ajoyib tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Albatta sizni tabriklash va xursand qilish uchun. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani yo'llayotgan inson kim bo'lishlari mumkin ukajon? Bilmadim to'g'risi. Birozgina taxmin qilib ko'ring-chi. Akammi? Yana ham taxminlaringiz bormi? Sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Keling, sizga birozgina yaqindan yordam beraman. Keling ukajon, sizga birozgina yaqindan yordam beraman. Yaxshi ko'rgan mehribon qizingiz bo'lishlari ham mumkinmi? Mumkin. Aha, ismlari? Keling taxmin qilmaymiz. Xo'p, bo'ladi. U holda sizga o'zim ayta qolaman. Ayni damda jamiki yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan sizni dunyolarcha yaxshi ko'ruvchi mehribon, yaxshi ko'rgan qizingiz Dilnoraxon sizni tabriklamoqdalar. Rahmat. Sog' bo'ling. Agarda 5 daqiqa vaqtingizni olsak, ana shu mehriboningiz tomonidan yetib kelgan chiroyli tabrik maktublarini sizga o'qib eshittiraman. Maylimi ukajon? Mayli. Rahmat, kattakon marhamat qabul qiling. Duolarga ochib kaftlarni, sizga tilab tillo taxtlarni, yaratgandan so'rab tuganmas baxtlarni, bugungi kun sabab ko'nglingiz to'lsin, Vatan himoyachilar kuni muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yo'lingiz, halol daromadlar tutsin qo'lingiz, doimo ehtiyot qilib o'zingiz, eng shirin tilaklar sizniki bo'lsin, Vatan himoyachilar kuni muborak bo'lsin. Yaratgan Allohim har vaqtda qo'llab, yomondan yiroqlab, yaxshiga yo'llab, yaqinlar baxtiga sho'x shodon quvnab, har lahza hayotda omadingiz bo'lsin, Vatan himoyachilar kuni muborak bo'lsin. Bu shirin sovg'aning eng zo'ri bo'lsin, Vatan himoyachilar kuni muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan mehribon sevgilim, sizni kirib kelayotgan Vatan himoyachilar kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizga uzoq umr, baxt va saodat, yaqinlar quvonchi hamrohingiz bo'lishiga tilakdoshman. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, oilangizga baxt, o'zingizga taxt, ishingizga omad, qo'lingizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, bir-birimizga ishonch ato etsin. Oila a'zolaringiz qolaversa, mening baxtimga sog' omon bo'lib yuring. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, barchasiga shu hayot yo'llarida erishishingizga chin dildan tilab qolaman. Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Yana bir bora kirib kelayotgan Vatan himoyachilari kuni bilan sizni chin dildan tabriklab qolaman deya ushbu go'zal tilaklarni siz uchun yo'llabdilar. Qabul qilasiz ukajon? Rahmat.
Rahmat sizga ham. Ammo bu hali hammasi emas. Ana shu mehribon yoqtirgan qizingizni siz uchun atab yo'llangan yana bir ajoyib she'riy nomalari ham bor. Mayli, buni ham sizga izhor aylab bersam. Xo'p. Rahmat kattakon, marhamat tinglang. Siz menga Allohimning omonatisiz, umrimning bahori, saodatisiz, sevsam yuragimning halovatisiz. Sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Ko'nglimni siz uchun fidolik aylab, hatto o'zimdan ham asrab, avaylab, jonimni muhabbat taxtiga saylab, sizni boringizcha yaxshi ko'raman deya ushbu go'zal tilaklarni mehribon yoqtirgan qizingiz Dilnoraxon siz uchun yo'llaganlar. Qabul qilasiz ukajon? Rahmat. Sog' bo'ling. Ayni damda suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham ularga aytar so'zlaringiz bo'lsa, yo'llab olishingiz mumkin. Birozdan so'ng o'zlari ham eshitadilar. Buni marhamat eshitamiz. Rahmat, boshqa so'zim yo'q. Rahmat sizga ham. Yana bir bora kirib kelayotgan Vatan himoyachilari kuni bilan sizni chin dildan tabriklaymiz. Nimaiki osoniyatlaringiz bo'lsa, erishishingizga ham tilakdoshmiz. Siz dunyodagi eng baxtli insonlardan birisiz, negaki mana shunday mehribonlaringiz, mehribon yoqtirgan qizingiz bor. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodatni tilab qolamiz. O'zingizni doimo ehtiyot qiling, salomat bo'ling ukajon. Rahmat sizga ham. Xo'p, bo'ladi, omon bo'ling. Xo'p. Qancha oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevolmas. Ko'ngil istar bir o'zingni, boshqa o'rning bosolmas. Yozay desam ojiz qalam, ta'rifinga so'z topilmas. Men uchun hammadan yaxshi o'zingsan, boshqasi bo'lolmas. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin, bunday sevgi olamda yo'q. Yulduz to'la tun aytsin, bunday go'zal dunyoda yo'q. Shirin so'zlaringga menday telba oshiq boshqa yerda yo'q. Devonangman devona, manday devona, ishon boshqa yo'q, ishon boshqa yo'q. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin, bunday sevgi olamda yo'q. Yulduz to'la tun aytsin, bunday go'zal dunyoda yo'q. Shirin so'zlaringga menday telba oshiq boshqa yerda yo'q. Devonangman devona, manday devona, ishon boshqa yo'q, ishon boshqa yo'q. Bir bor ko'rib devonaman shu yarimning kulgusiga. She'r desangiz g'azal yozay menga bo'lgan sevgisiga. Oh xayol